Jon, moldargin Allah kelgan. Like bosib, qo'llab-quvvatlab tursin, yengil narxladi. Assalomu alaykum, hurmatli chorvador aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va mana bunday mol ishqibozlari. Aka-ukalar nasib bo'lsa bugun asartinglar ajoyib. Shvedni 100 talisini so'raganga mana Novos ism, Xunojin ism, semental gibrid hammasidan nasib bo'lsa bor ekan. Qo'llab-quvvatlab video boshida bittadan like bosib, obuna tugmasini bosib qo'ysalar, katta kichik hammasidan bor. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Sariqishloq Shavon mahallasida o'sha nima deydi, zotga, sutga mol sotadigan Dilshod aka xonadonlar kelganmiz. Asosan shved aka-ukalar Olaparoda hamma turidan bor ekan. Chiroyli qilib narx-navolarni yoritib beramiz. Hafta kuniga nasib bo'lsa dushanba bosh 22-2026-yilda Dilshod akamning xonadonidamiz. Hozir so'z navbatini Dilshod akani o'zlariga bersak, chiroyli qilib ma'lumotlarni beradilar. Videoda oxirigacha ko'rib turasizlar. Gapimiz, so'zimiz akani narx-navolari boshqalari yoqqan bo'lsa, mollar yoqqan bo'lsa, ekrandagi nomerlar 24 ga 7 sizlarni xizmatlaringda akamizga so'z navbatini bersak, chiroyli qilib ma'lumotlarni olamiz akalar. Akaga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling Shirajon. Assalomu alaykum. Shovonchova ashaddiy obunachilari. Qalay Shirajon, kelib oldingizmi? Xudoga shukr. Asartinglar zo'rlar ekan. Asartinglar nimasi bo'ladi? Shved deydimi, Olaparoda deydimi, rossiyska hammasidan xudo olsa bor. Semental gibridgacha bor. Gap yo'q. Qaysi biridan boshlaymiz aka? Hop. Molla sultoni Shvedda erkaklardan boshlaylikmi? Erkaklar so'z navbatini beraylik. Mana bir dona ekan, lekin. Bir dona yakka o'zi. Mana aka-ukalar Shved ishqibozlariga tavsiya etamiz. Mana bo'ybaslar hamma yo'g'ini aytamiz. Bo'ybaslar 1 plyusga kelyapti. Xudo xolasa aka-ukalar mana yechib yurish-turish hamma yo'g'ini ko'rsatamiz. Sog'lik salom, yeb ichishga sinovdan o'tdimi? Yeb ichish sinovdan o'tdi. Molla kechqurun keldi, kechqurundan yeyapti. Rostmana endi qonni chiqavermaydi bir kun 2 kun. Charchuv. Mana aka-ukalar, xudo xolasa. O'ynoqlab turgan Novoscha. Mana gap yo'q. Yosh o'ylagan, yosh akalar, deydi 3 oy, 2 oy. Ha, 3 oy atrofida. Mana. Bir plyusda. Shoq qot usbet qilmagan hali. Shoq qot usbet qilmagan aka-ukalar, xudo xolasa. Zo'rdan zo'ri deydi. Orqa karobkalarni ham ko'rsating, 4 burchak narsa. Mana aka-ukalar. Dastlabkasi qayergacha qilib beryapmiz? Dastlabkasi vodiy bo'ylab, u yog'ini kelishamiz. U yog'ini kelishilgan holda chiqarib berilaveradi. Xudo xolsa narxlarni ham chiroyli qilib, nima deydi, bu akani talash tortish bali qilmaydi, o'zlarining talash tortishaverasizlar. Chiroyli qilib narxni yoritib beradilar kanalimizda. Eski nima bo'ladi? Narxni unda ketdi, bunda ketdi, talash tortish kerak yo'q. Bular nima qilib senasini aytib qo'ysak, u yog'ini o'zlari bilan kelishib olamiz. Hop. Novoscha, Shved ekan, zo'r ekan, boshqa 16 yo'q. Qani? 15 million 500. 15 million 500 ga 15 million 500 ga savdosi xayri o'zlariga hamma narsasi bor. Shavon chorvadan chiqdim deysizlar. Nasib bo'lsa akalar savdosi bor va dastlabkilar vodiy bo'ylab besplatni u yoqqa kelishilgan holda chiqarib beriladi. Shunaqami? Shunday. Yemoq-ichmoq bir hafta sinovi bor, sixlat qo'yilsa javob berilmaydi. Akalar borganda tekshirib olasizlar. Suvni vaqtida berib turgan sababki o'zimiz ham suv ichmasak chanqib qolyapmiz endi. Xunojinlarga. Xunojinlar. Mana aka-ukalar, xunojinlarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Like-larni bosib turing, kimgadir foydali bo'ladi akalar. Qachondir mol olaman desangiz ham kanalga obuna bo'lib qo'ying. Chiroylarni chiqarib beramiz mana. Har kuni bir-biridan go'zallarni sizlarga ilinib o'tyapmiz aka-ukalar mana. Shved ishqibozlari. Arqonga tushmagan, sal qiynagisi kelyapti ana shu. Arqonga tushmagan aka-ukalar. Bunisi Shved. Bunisi ham Shved, semental gibrid. Gibrid, lekin oxirgi aka mana. Xolasa aka-ukalar, gap yo'q. Nasib bo'lsa hozir narxlarini tanishtiramiz. Bo'ylariga deydi. Hozir bo'ylar 95, 98 shunaqa. Shunaqa. Xudo xolasa mana yurish-turish hamma yo'g'ini ko'ryapsizlar. Ostlarini ham hozir bitta ko'rsatamiz, sababiki aytyapmiz-ku. Zot yo'nalishiga deganimizga mana aka-ukalar, ostda gap yo'q. Kindli variant ekan unisi. Ha, shunday. Mana. Bular endi arqonga tushyapti aka-ukalar mana. To'rttasi ham joyida, xudo xolasa. Yemoq-ichmoq sinovdan o'tgan, yana garantiyasi bor, arqon nuqtalari bonus, lokatsiyalari ham qulay joylarda aka-ukalar. Nasib bo'lsa, mana chiroyli qilib narx-navolarni yoritib ko'rsatib o'tamiz mana. Hop. Hozir bo'ylarini ham bitta o'lchab realni qilib beramiz, Aha. Hop 96 chiqyapti, 95 ga olish olsin.
shunaqa dedi. Unisi ham shunaqa. Ha, molni stoykalarni ham ko'rsating. Stoykalar tekis narsa. Ya'ni ko'rsatdik, chiroyli qilib hozir. Mol tog'am charchovda chiqib qolsa. 3-4 kunda charchov Ha, chiqadi molda. ancha o'zini tiklaveradi. Narxini eshitamiz. Narxi 24 million 500 ming jupiga. 24 million 500. Ha. Shunda xo'sh Yop. 12,5 Hisoblashga nima qilmaylik? 12 milliondan 24 million so'm savdosi bor. savdosi bor. Aha. Tanlab olsa, Tanlab olsa plyusi yo'q, o'sha narxda ketaveradi. Jupiga olsa kelishtirib beramiz. Xudo xolasa mana kelishtirib beriladi. Keyingisini ko'rsatib o'tamiz aka-ukalar sizlarga. Hop. Mana. Biri 10 chiqyapti, biri 8 dan olishaversin. Biri 8 dan olishaversin, ha. Bitta, 1, ikkita. 2ta. Hop, ikkitani alohida qo'yib beraylik, keyin nima qilib beramiz. Ostlariga ahamiyat berasizlar aka-ukalar. Xudo xolasa bir-biridan go'zal, sog'lik, salomatlik, hamma yo'li joyida, oyoq qo'llari uzun, stoykalari butun. Bittani yechib ko'rsatib qo'yamiz aka-ukalarga. Xudo xolasa aka-ukalar mana. Yurish-turish hamma yo'g'a ahamiyat beraverasizlar. Nasib bo'lsa, Molda hech qanaqa nuqsoni yo'q. Nuqsoni bo'lsa o'zimizga tan. hop, Xudo xolasa sizlarga tan. Aka-ukalar. Mana. Bu birinchisi. Aka mashinani salaqroq qo'yib qo'ying. Hozir eshitamiz. 13,5 aka. Mana aka-ukalar, Xudo xolasa. Mana. Men aylantirgan hapomiz. Mana. Xudo xolasa aka-ukalar. Ko'kadan deyishganiga. Ha, ko'kadan so'ragan obunachilarimizga mana ikkinchisini sizlarga ko'rsatib o'tyapman. Yurish turishini so'raganlarga, chiqayiga shikast yetmagan go'zal variantlaridan sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz aka-ukalar, Xudo xolasa. Mana. Zo'r. Hozir sizlarga eshitamiz. Bo'ylarini aytib o'tdik. Hozir narxini sizlarga chiroyli qilib yoritib beramiz. Narxi ham qulay. Qulay, ha? Aha. Imkon darajasida chiroyli qilib Shunday. aytasiz. Sababki ishingiz bitsa, pulingiz bo'shasin. Hop, ikkitasi narxi 14 dan emas, 13 million 500 dan 27 million. 500 dan realni. Aha. Savdosi bor o'zlari. Savdosi yana bor. 27 ga savdosi bor aka-ukalar, aloqaga chiqasizlar, lekin mollar o'ta boshqacha variantlari. Aloqaga chiqasizlar, ishlaringni bitiradilar akamiz. Nasib bo'lsa mana keyingi variantiga mol nasib bo'lsa ko'p. To'qol varianti ekan. To'qol varianti. Mana. Xudo xolasa mana bahboqalariga ahamiyat berasizlar. Zo'rdan zo'r mana peshonalari oq. Hop, enas Shvedida, otasi sementaldi egasi. Ha, gibrid. Mana. Lekin Biz ham endi egasidan eshitgan nimamizni aytyapsiz, ma'lumotni. berib o'tyapsiz, imkon darajasida kindiklariga ahamiyat berasizlar. Kindikli variantiga qiziqqan aka-ukalarga nasib bo'lsa akalar mana. Ostiga ahamiyat berib qo'yasiz. Zo'r. Baragasini bersin. Bunisi ham hozir sizga ostini ham ko'rsatib qo'yamiz. Arqonga tushmaganmi bilmayman. Buni yosh qiziqda. Mana. Yosh oyligi qanaqa ekan buni? 7 oylikdan o'tdi dedi egasi. Gap yo'q. Agar 1,5 yoshga yetib olib qolsa, Xudo xolasa chiroyli bo'lib ketadi. 150 bo'ladi bo'yi, xudo xolasa. Jupimi aka? Ha. Mana aka-ukalar, jupi. Shved ishqibozlariga nasib bo'lsa tavsiya etilaveradi, lekin mol chiroyli varianti ekan. Hozir video Molni qarang, stoykalarni. yetib chiqadi sirazi. Mana stoykalari hamma yo'g'i butun. Mana yurish turishi hamma yo'g'iga ahamiyat beraverasizlar. Har tomonidan olamiz. Uzoqdan ko'rsat, katta ko'rinib qolyapti videoda degan aka-ukalarga mana uzoqdan ham ko'rsatib qo'yamiz. Realni bo'yni o'lchab berishdan maqsad mana shu bo'lyapti aka-ukalar sizlarga. Ikkitasi bittami buni narxi? Ha, Ikkalasini yoritib beramiz narxlarini. Chiroyli qilib. keling shunda jam bunday qilaylik. Bo'yni biri 10 ga olishadi. Narxini yengilroq bo'lsin, 5 ta ham bitta qilib qo'yib beramiz. Yo'q. Mana aka-ukalar, xudo xolasa 5 tasi bitta. Mana vaqtni ham chizmaymiz o'shanda. Aha. Xudo xolasa. Akalar uchinchisini Uchinchisi. ko'rsatyapmiz. Hammasi 1.10 bunda 1.10 dan baland. Hozir o'lchab qo'yamiz, hamma bitta ko'rsataylik. Bitta o'lchab ham qo'yilaveradi. Olib borovda ishqibozlariga, aka-ukalarga tavsiya etamiz. Mana xudo xolasa bunga mehrni berib sababini qilib tursalaring, o'ta boshqacha mol bo'lib ketadi, nasib. Mana. Uchinchisi, bu to'rtinchisi. Hozir ko'rinsizga yechamiz. Men ostilarini bitta ko'rsatib turaman, to'rtinchisini mana. Xudo xolasa yechib ko'rsatiladi. Gavdavoshlari ham oyoq qo'llari uzun, chiroyli sigir qilaman degan aka-ukalarga tavsiya etaveramiz.
Like'larni bosib obuna bo'lasiz. Lekin ana nomerni yana aytib o'taman. Sizlar uchun 24 ga yetdi. Xizmatda. Mollar aybi ozgina g'arib. Ha, ozgina mehr talab. Aha, shunday. Keyin charchovi bor. Qonni ham chiqadi mana imkon darajasida chiqqan. Yemoq ichmoq, ko'fta deysizmi, akalar, solos somon deysizmi, hamma narsani yeveradi. Mana ko'rinchisini sizlarga ko'rsatyapmiz. Yeb ichishni umuman o'ylashmasin. Xudo xolasa yeb ichishi. Yemoq ichmog'i. Kombayinga dam beradi bular. Xudo xolasa kombayinga dam beradi. Dastlabkilari vodiy bo'ylab bu yog'i ham kelishilgan holda chiqarib beriladi. Hop, 4-inchisi bo'ldi bu. 4-inchisi bo'ldi, 5-inchisini ko'rsatamiz. Narigilar bundan keyingilarini 3 ta 2 ta ham bitta qo'yaversa ham bo'laverar ekan, hammasi bir-biriga hali pakalaynasi to'g'ri kelaveradi. Aha. Mana aka-ukalar 5-inchisini sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Nasib bo'lsa ishqibozlariga buni ham Eston. Jonivar. Joni sog' bo'lgin. Eston ishqibozlariga. Gap yo'q. Xudo xolasa zo'rdan zo'rlari, chempionlari deganda. Mana. Qo'ying. Ha. Ular yaylada yurib o'zgarib qolibdi aqlga tushmay. Ha, zagonda yurgan, ha? Aha. Mana aka-ukalar. Orqasidan ham qarang, hammasi havasingni keltiradi. Imkoningiz bo'lsa hammasini ham olib qo'ying. Hop. Ko'proq akam ko'ryapti. Mol qochib turibdi. Mana. Shu holatda ham 13-14 chiqayapti. Hop. Bunisi biri 15 chiqadi. Ha. Xotirjam. U cho biri 15 ta xotirjam chiqadi. Mol o'zini olib qochib turibdi. Mana. O'zlaringga ham o'lchab berilaveradi. Realni qilib aka-ukalar. Biri 10 ni olishsin. Biri 10 ga, biri 15 uchovi, ana ikkalasi biri 10, ha? Aha. Lekin eti undagi balandroq ekan, buni suyagi buzuqroq ekan, ha? Hammasi. Ichida shudajon eng qimmat bo'lgan mol mana shu mol bo'lgan. Eng kichkinasi. Lekin zoti bor. Bulardan hammaning zoti bor. Buni kuchli. Kelib turishini qarang. Eng arzon narxida qo'yib beramizmi? Eng arzon narxida qo'yib beramiz. Qani, eshitdim. Hop, narxini oldi qochdi kerak yo'q. 15 million 500 mingdan. 15 million 500 dan. Ha, tanlab olishadi. Ha, gap yo'q. Ikkita olaman, ya chiqarib ber deysa 15 million so'mdan chiqarib beraman, savdosini ham qilib beraman. Gap yo'q, otangizga rahmat. Kommentda arzon qimmatni yozib ketasizlar, lekin zo'r narx-navolar bo'ldi. Ana shu juda boshqacha ekan, arqonga tushmagan ekan. Ha. Xudo xolasa akalar keyingisiga mana. Hop. Bular ham shvet, ha? Biri 15. Biri 15. Aha. Akalar, xudo xolasa oxiriga 3 ta qoldi. Bitta novvoscha, qolgani hammasi xunojim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta ekan, ha? Shunday. 10 ta xunojim. Bular hali qochmagan akalar, boshqa bo'lmagan. Bo'g'oz ya boshqa emas. Mana. Akalar, xudo xolasa. Gap yo'q. Molni qarang. Zo'r. Ozgina sababini qilsin 3-4 oy. Korpuslari ham zo'r ekan-a? Aha. Bo'lsa, aka-uka. Oldi orqa bir xil narsa-da. Oldi orqa korpus bir xil, oyoq qo'llari ham sog'lik salomatlik hamma yo'g'i joyida akalar, siqlamagan, netmagan. Mollar aybi ozgina charchov sababi. Kecha-kechqurun kelgan deyaptilar. Kichkinda o'zimiz ham uzoq yo'l bosib kelsak, ular Suziydan Toshkentdan keladi, charchaydi, boshqa qiladi. Mana aka-ukalar, narxini yozib qo'yasizlar, kommentda arzon qimmat bozorga solishtiraverasizlar. Nasib bo'lsa aka, Optimchi degan nomlari bor. Narx qulay. Bitta o'zimi buni? Ha, bitta o'zini qo'yib beraylik. Qani eshitaylikchi. Hop. Bo'yi buni ham 1.15 ga olishaveradi. Bo'yini 1.15 ga olishadi. Bo'yida haligisi muammosi yo'q. Hop. Hop. 16 million 500. 17 emas, 16 million 500. Savdosi bor. Savdosi bor. Bunaqa shvetni to'g'risi hech qaysi kanalda ya bozorda berib qo'ymaydi bu narxga. Gap yo'q. Xudo xolasa aka-ukalar aloqaga chiqasizlar, ishlaring bitadi. Mashallah, xudo xolasa birinchi qorinda o'zida 15 ta sut beradi. Nasib. Xudo xolasa aka-ukalar mana akamizdan ma'lumotlarni imkon darajasida yetkazib beryapmiz sizlarga. Mana keyingilarni ko'rsatamiz. Ikkitasi bitta qo'yamizmi buni? Yo'q, alohida qo'yib qo'ydik. Boshqacha bo'lgan ekan-a? Ha. Kelishiga qarab ketishi bor, ozginadan dumalosa. Anvar o'rtog'im hushyor, kam-kam xuram, hamisha xuram deganda. Ha. Fikrlab so'z bergisi kelmayapti-da. Mol 120. 120. Aha. Gap yo'q, aka-ukalar 120. Xudo xolasa ostlarga ham ahamiyat berasizlar, joning sog' bo'lgin. Zo'r. Mana arqon nuqtalari har doimgidek bonus ostlariga ahamiyat berasizlar. Gap yo'q. Chempionlar.
Gap yo'q aka-ukalar. Mana 1.20 bo'ylari dastlabkilarni aytib o'tyapmiz. Ekrandan nomerlar sizlar uchun. Sababini qissalaring nasib bo'lsa, chiroyli, gavdaligina bitta sigirli bo'lib qolasizlar. Shunday ozgina boqib qochirib olsa ham bo'laveradi mana shuni aka. Aha. 5 turkin boqsalaring bu qatalab bo'ladi. Sababiki gavda boshini boshqasini ko'rib turibsizlar, telefonda bilmayman qanaqa ko'rinyapti, o'zlaringga tashlab. Hop. Imkonlaring bo'lsa tepasiga. Molni eti yaxshi. Hop. Ostilari ham sal qo'zg'ab qolgan. Ha, bu qatalab bo'lib qolgan. Hop, 2 oyga yaqin egasi qo'yganman dedi, lekin olgan bo'lmagan bilmayman dedi. Biz ham shu molga beramiz. Siz ham gumonga beraverasiz. Ha, gumonga emas, qisirga beraman men. Qochmagan deb beraverasiz. Xudo xolasa. Qochgan bo'lsa, agar baxtlari to'g'risi, ichida 2 oylik narsa chiqib qolsa, baxti. Peshanalari, ha. Shunday. Hozir hop, uni narxi yengil, qulay qilib qo'yib beramiz. Qani? 18 emas, 17 million 500. 17 million realni. Ha, 17 million 500 savdosi ham bor. Gap yo'q. 17 million 500 ga savdosi bor aka-ukalar. Nasib bo'lsa aloqaga chiqasizlar mana. Rossiyskiy so'ragan obunachilarimizga nasib bo'lsa rossiyskini original aka-ukalar mana ostlariga ahamiyat berasizlar. Yurish hammaga ahamiyat beraverasizlar nasib bo'lsa. Hop, 1.20 plus bo'yladi. 1.20 plusda. Aha. Gap yo'q. Mana. Bu ko'kda ham yo'rarkan-a? Ha, umuman qaytmaydi bu. Mana aka-ukalar, xudo xolasa, umuman qaytish degan narsa yo'q ekan. Eshakdan chiqqan nush qutisi solishadi, yemasa qaytarib berishaveradi. Gap yo'q. Jo'jonaman. Xudo xolasa aka-ukalar mana. Oxirgisi bu. Aha. Ularga oxirgisini ko'rsatib o'tyapmiz. Hozir narxlarni yoritib beramiz akalar. Namangan To'raqo'rg'on Saroy Shavon mahallasida akalar adresimizda aytib qo'yapmiz. Lokatsiyalar yo'lni bo'yida molxonalari bor, shu yerda sotiladi. Qulay. Hop, Shurajon. Olaparovda ekan, boshqa ekan deb 20 yo'q. Hop. 19 ham yo'q. 19 ham yo'q. Ha. 18 million 500. 18 million 500 ga 18 million 500. savdosi bor o'zlari. 18 million 500 ham yo'q, 18 ga savdosi bor. 18 millionga savdosi bor. 18 millionga savdosi bor. Shovon chorvadan chiqdim deysin, like bosib qo'llab-quvvatlab tursa, yengil qo'yib beraman yana ham. Gap yo'q. Bugunga tugadi. Bugunga shular. Hammasini kara-karasini chiqarib beraverasiz. 5-6 ta olaman degan. Mana hop. Qo'yganlarimizni sanab qo'yaylik. Mana birinchisi. Hop. Mana bir akalar. Videoda birinchisi, ikkinchisi deb aytib o'tishadi. O ikkinchisi Chivit. Olaparovda uchinchisi. Yana Ola to'rtinchisi. Eston beshinchisi. Aka-ukalar mana. Nomeriga qarab aytsa, adashmovchilik bo'lmaydi. Adashmovchilik bo'lmaydi. Telegram, WhatsAppdan tashlab berishadi. Akalar, shu yerda video syomkamiz yakunlaymiz. Qo'llab-quvvatlab bittadan like bosib, obuna tugmasini bosib qo'ysalar, nasib bo'lsa aloqaga chiqasizlar, ishlaring bitadi. Namangan To'raqo'rg'on Saroy umrlaringiz, rizqlaringiz, chorvalaringiz baraka tilagan holda video syomkamiz yakunlaymiz. Mana mollar bir-biridan go'zal akalar, yemoqchi masini bor.